Sergelini 5 yulduzli mahallasidan 5 sotixli joy ko'rsatamiz. O'rtoqlar, men mahallani ko'ryapsizlarmi? Keng asfalt qilingan hamma uylar yangi yaqin shu 4-5 yillikda qurilgan uylar. Qaranglar, fasadimiz 18,5 metr. Mana bu yon tarafdagi uylarni ko'rsanglar bo'ladi. Mana shu ko'chadan o'ng tarafga Ittifoq masjidga ketamiz. Keng makon mahalla bo'ladi. Katta yo'lga ham uzoq emas ekan. Hozir endi yer maydonini ichkaridan qisqacha ko'rib o'tamiz. Tekis to'rtburchak, qing'irqiy shu joylari yo'q. Kelib o'zingizlar mana bitta ko'rasizlar. Mana shunaqa holatda turibdi. Bu yoqda vremenkalari bor. Xo'p, narxini ish pul desanglar, egalari o'zligi ham hali bir aniq to'xtamga kelishmagan. Maslahatlashamiz deyishyapti. Men o'zim ham bilmayman, to'g'risi. Telefon nomerlarini qoldiramiz, joyi egalarini bemalol telefon qilib, egalardan to'liq ma'lumotni olsanglar bo'ladi. Ikkita uy chiroyli qilib qurib bo'ladi. Mana bu uy ham bitta katta qurilgan ekan. Xohlaganlar bitta mana shu 5 sotuvni o'ziga bitta katta ham qurib olsa, menimcha zo'r proyekt. Bunaqa suv havoda shunaqa joylarda jon saqlamasa bo'lmayapti-yu, qadrdonlar. Mana qaranglar, vapshi mazza joy ekanda. Mana bitta chaqpalaylarni qarasanglar-chi. Bu uyimizning orqa tarafi ekan-da. 3 sotuv mana shunaqa zaxvat deymizmi joy bor-da. Daraxtlarni qaranglar, salqin, shunaqa shamol bo'lib turibdi. O, naryoqda ko'prik, naryoqdagi orqa mahallaga ham o'tib ketsa bo'lar ekan. Akalarimiz mana kravatlarni qilib qo'yishganini qaranglar. Oldingi o'sha sovetskiy kravatlar yotib va mana suvlarning ovozini eshitib, bir boshqacha dam olsa bo'lar ekan. Stol-stulni qo'yib qo'yishgan. Bu yoqda endi ovqatlanib, ana ulfatlar kelganda, mana shu qovun tarvuzlarni so'yib, yeb o'tirishar ekanda, naveslar qilib qo'yilgan. Ketdim sizlarga hozir bitta xonadonni ko'rsataman. 10 sotix dokumentlari bo'yicha ekan, plus mana orqasi 3 sotix zaxvat. Mana qo'yxonani qaranglar, tiniqligini, top-toza qo'ylar. Vapshi gap bo'lishi mumkin emas. Naveslar qilingan, akkuratni ekan. Hovlimizni ko'rishinglar mumkin. Endi hovlini odatda biz oldi tarafdan boshlaydik. Bu hovlini orqa tarafidan eng zo'r joyidan ko'rsatib, sizlarga obzor qilyapmiz. Bu yoq yon tarafda mana imoratlarimiz. Bu yoqda bitta, ikkita, uchta xona, naryoqda hammom, tualetlar qilingan. Mana bu yoq oldi tarafda yangi qurilgan imorati bor ekan. Bu yoqda 4 ta xona plus hammom tualetlari bor. Ichkari korobka suv holatida mana tepa naveslarini ko'rsatsa, alika follar qilib qo'yilgan. Endi mana kelinglar, darvozaxonadan tashqariga chiqamiz. Mahallani ko'rishinglar mumkin. Asfalt qilingan mahallamiz. Shundoqqina Ko'kteri bozordan yonidan kirib kelavish. Uyimizning tashqari tarafidan ko'rishinglar mumkin. Fasadlari juda chiroyli qilib, mana bunaqa sement suvoqlar qilib qo'yilgan ekan. So'killari toshla qilingan. Adashmasam, oldi fasadi 10 metrdan oshuv, orqa fasad taxminan 20 metrlar chiqadi. Umumiy dokument bo'yicha 10 sotix, orqasida 3 sotix zaxvati bor. Shuna Ko'kteri bozori yoni bo'lyapti. Narxi bo'yicha maslahat qilamiz deyishdi. Bilasizlar, har doim joy egalarining nomerlari video ostida bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar. 1 kvadrati do'konlarimizni ko'rib turganingizda 25 ming so'mdan arendaga berilyapti. Bisyor universal savdo markazi bozoriga yetib kelganmiz. Yangi qurilgan bozor, ko'rib turganingizda bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta do'konlarimiz asosiy yo'lni yuzida bo'lyapti. Mana oldidagi joyni ko'ryapsizlarmi? Kattaligini, stalbalida chiroyli o'rnatilgan va eng zo'r tarafi avtoturargohlardan umuman muammo yo'q. Mana bu yon tarafda mijozlar uchun avtoturargoh barpo qilingan. 1 kvadrati 25 ming so'mdan. Mana shu ko'rayotganinglar har bitta do'konimizda 80 kvadratdan bo'lyapti. Buni zo'r tarafi, sizga agar kichkinaroq, masalan, mana oldi tarafi o'zidan menga 20 kvadrat kerak desangiz ham, bu yoqdan bemalol 20 kvadratgacha olsangiz bo'ladi. Sababi yon tarafdan 4 ta eshik qoldirilgan, o'rtadan перегородкаlar qilib ham o'zingiz uchun bir kichkina do'konlarni barpo qilsangiz bo'ladi. Xo'p, bozor ma'muriyati mana shu do'konda ishlaydigan tadbirkorlar uchun o'zini oshxonalarini, naryoq burchakda qo'shimcha sanuzul, tualetlarini hammasini mujassam qilib qo'yishgan. Bozorimizning o'zini xususiy tepalarigacha joylashtirilgan. Manzil qayerda desanglar, Nurafshon shaharida. Hozirgi kecha kunduzda bu Toshkent viloyatining eng markaziy nuqtasi hisoblanar ekan. Mana bu yo'ldan taxminan 1,5 kilometr yuradigan bo'lsak, Nurafshon shahar markaziga chiqamiz. Shundoqqina ro'paramizda gaz zapravkasi joylashgan. Endi bu yoq asosiy yo'ldan to'g'riga o'tib chapga ketadigan bo'lsak, Bo'ka, Piskentlarga chiqib ketishimiz mumkin. O'rtoqlar, har doim ham bunaqa takliflar berilavermaydi. Bozorimiz endi
yangi qurilgan, yaqinda foydalanishga topshirilgan. Tadbirkor akalarga bu videoni yuborib qo'yinglar. 1 kvadrati 25 ming so'm. Вообще zo'r. Bu yerda do'konlarimizda to'lgandan keyin narx-navolar yana o'sib ketishi mumkin. Bilasizlar, har doim mana shu bozor ma'muriyatini, joy egalarini nomerlarini video ostida qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Mirzo Ulug'bek tumanidan uy quradigan akalar, mana bu variantimizni bitta ko'ringlar. Bunaqa narxdan yaqin orada menimcha joylarni ko'rmagan bo'lsanglar kerak. Qorasuv 6 ga kelganmiz. Fasadimizni taxminan o'zimiz o'lchaganimizda 32 metr chiqdi. Dokumentlari bo'yicha o'zim ko'rdim, kadastrni 15.1 ekan. Bu yoq tarafdan ham kirib kelish, mana bu yoq tarafdan kirib kelish, ko'chani ko'ryapsizlar. Bu yoq ko'chani ham ko'rsatib o'tdinglar. Ko'chalarimizda hammasi asfalt qilingan, kommunikatsiyalardan umuman muammo yo'q. Qorasuv 6 ko'pchilik biladigan joy. Kelinglar endi ichkarilardan ko'rib chiqamiz. Zo'r tarafi bu joyimizning orqa tarafida yana ikkinchi fasad basharasi ham bor. Endi ancha yil oldingi imoratlari bu katta ehtimol bilan o'sha kottejniy garadok yoki town house'lar qurib yorsa bo'ladi. Men Mirzo Ulug'bekda ko'p reklama qilganman-da, ya'ni hovlisini общий bitta dvor qilib, 2 qavatli amerikanskiy stilda town house'lar qurib, high-tech zo'r proyekt qilsa bo'lar ekan. Yer maydonini men chizmasini, rasmlarini montajda chiqarib qo'yaman. O'zingiz uchun bitta ko'rib olasizlar. Mana bu yoq tarafimiz endi shundoq qiyshayib ketyapti, qo'shnilarning uyi. Mana bu yoq tarafda ham qo'shnilarning uyi. Nari yoq taraf mana o'sha orqa tarafimizda kengayib ketyapti. Bu yoqni ham olib kelib ko'rsatamiz. Orqa fasadimiz basharadiganim, mana bu yoqda darvozasi bor. Taxminan 20 metr orqadan fasad basharamiz bor mana. Ko'ryapsizlar? Loysuv devor. Bu yoq darvoza, hozir ochaman. Kelinglar, bu yoqqa chiqamiz. Mana bu yoq tarafdan oldi ko'chaga o'tsak bo'ladi. Bu orqa ko'chamiz. Bu yoq domni yonib o'tdi. Taxminan 20 yoki 15 metrlik orqa basharamiz. Narxi nech pul desanglar, har bir sotxiga $40,000 dan so'rashyapti. Joy egalarining nomeri video ostida. Kottej quradigan akalar 40,000 dan, menimcha boshqa platformalarni qidirsanglar ham topa olmasanglar kerak, telefon qilib bosadigan joyi. Jalol Mirobod tumani, ukam $900 dan noturar chiqyapti. Yo'q, adashmasam bu yoq mahallalarda kvartiralar ham 1000-1100 sotilyapti. Shunaqa. Bu sotilayotgan joy o'zi hammasi deyarli sotib bo'lingan. Uylari ham, noturarlari ham quruvchilarni zaxira qilib olib qo'yadigan joy bo'ladi. O'zligi. Ana o'shanisi hozir sotib yorilyapti. Mana bu 12 qavatli Novostroyka, ko'pchilik biladigan Farg'ona yo'li. Shunda yonginamizda mo'ykalar joylashgan. Bizani sotilayotgan joyimiz 285 kvadrat metr kattalikda. Bu yoq yon tarafda bo'ladi. Hozir qurilish bo'layotgani uchun tunukalari o'rab qo'yilgandi. Bitkazilgandan keyin xudo xolisa juda chiroyli joy bo'ladi. Zo'r tarafi nima aytaymi? Agar senga 100 kvadrat yoki bir 85 kvadrat bo'lsa ham, mana shu 285 ni 3 dan birini bo'lib sotib olsang bo'ladi. Bemalol bo'lib sotib olsam bo'lar ekan. $900 dan o'sha ko'tarib qo'yilgan. Kadastri shu yilning dekabrlariga chiqadi deyishyapti. Joy zo'r ekan. Joy zo'r ekan. Mana bu yoq oldi taraf, yon taraf, mana bu burchak hammasi shu sotilib bo'lgan. Bizaniki u sal nariroqda oxirgi ko'chaga kirganda bo'lyapti. Buni plus avtoturargohlari ham bor, romlari hammasi qo'yib chiroyli qilib kadastr chiqqandan keyin kadastrlarni ham bemalol olib yaxshigina foyda qilsa bo'ladi ekan. Ortiqcha pul bo'lganda olib qo'yadigan joyi-da. Bu ikkinchi qo'l emas, to'g'ridan to'g'ri o'rtoqlar quruvchilarning o'zidan baraka qo'rsanglar bo'ladi. Pastda nomerlar yozib qo'yamiz. Lokatsiya zo'r, katta Farg'ona yo'lini shundoqqina yuzida bo'layotgan noturar joy. Bunaqa joylar har doim ham bunaqa narxlardan chiqavermaydi, ulgurib qolinglar. Shohruh shunaqa zo'r uy topib qo'ydim, ukam, ichini ko'rsang bor-ku, vobshe maza qilasan-da. Mana kirgan uchastkaga qarang, 2 sotuvga tushgan, kiraverish darvozaxona, juda chiroyli yozgi oshxonalar yasab qo'yilgan. 2 qavatli imorat 270 kvadrat metr kattalikda. Narxi nech pul chiqadi deb o'ylaysan? 300 mingdan oshiqroq bo'lsa kerak, fasad chiroyli ekan-ku. Ya, boplab qo'yishgan. Nari yoqda hojatxonalargacha bor. Hojatxonaning ichida radiatorlargacha qo'yilgan. Pulni umuman ayashmagan. Men hozir narxini aytaman. Sen aytgan narxdan ancha arzon. Kel, ichkarini ko'r. Kir ukam. Remontlarni lekin shunaqa boplab qo'yishgan. Mana bu yerga oynali garderoblar, перегородкаlar. Bu hol, living room, bu yoqda shunaqa stol zona qilib yoki bir o'zbekcha xon taxta ko'rpacha qilib ham o'tirib
sharoitli qo'si bo'ladi. Mehmonlar kelganda, mana bu tarafdan zinalarimiz, zinani tagida bitta hojatxona joylashgan, razdvijnoy eshik bizani bu yoqda oshxonaga olib kiradi. Oshxonamizda mana mebel, texnika, hamma narsasi to'ldirib qo'yilgan. Oshxonamiz orqali orqa taraf hovliga chiqsak bo'ladi. Uyimizning isitish tizimlari mana shu orqa tarafdagi xonada alohida qilib Zo'r qilingan ekan aka shu yo'li. Qalay, yoqyaptimi remontlarimizni? Shu zo'r ekan, ayniqsa oshxonasi chiroyli ekan aka. Bu yoqda mana ukam yotoqxonamizda joylashgan, mebellar, garderoblar, hamma narsa dodda qilib qo'yilgan. Hurmatli operator, bu yoq ichkaridagi sanuzilini ko'rsating, biz ikkinchi qavatga chiqamiz. Ketdi. Aka, ikkinchi qavatda nechta xona bor? Ikkinchi qavatimizda 3 ta xona bor. Mana zinadan chiqqanda o'ng tarafdan ko'rsatamiz. Bu ham pastki qavatimizga o'xshagan bitta yotoqxona. Bu yotoqxonamizni ham pastki qavatga o'xshagan xuddi shunaqa mana sanuzillari bor. Bu mana ikkinchi qavatdagi birinchi xona bo'lsa, buni yonginasida bolalarga mana bu xonani yotoqxona qilib bersak bo'ladi. Qalay, patolog balandligiga e'tibor bergan bo'lsang, adashmasam 330 lar qoldirilgan, minimalizm stil. Mana bu yoqda mana vanna xonasi. Bu yoqda endi anu bolalarni kiyim-kechagini yuvishga udobno bo'ladi-da. Bu tarafda ikkinchi qavatimizdagi oxirgi 3-xona, bu katta xona. Xohlaganlar yotoqxona, xohlaganlar alohida mehmonxona qilsa ham bo'ladi. Buni balkoni bor. Uyimizning yana bitta zo'r joyi mansardada, tepada bo'ladi. Ketdi ko'rsataman senga. Voy, bu aka mansardasi vobshe katta. Bo'yin necha balandligi? 186. Patolog balandligini ko'rasam, katta joy bemalol foydalansa bo'ladi. Ukam, Odamni qizdirib narxini aytib oling aka. narxi $259 ming. Sergeli Bobur mahalla, mashina bozori ro'parasi. O'rtoqlar, uyimizga yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar, qiziqqanlar pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar.